O'shanga xabarlarni maqtadi. Yana 3 ta kechasi bor. Parhezdan 2 oy deb yozib qo'yamiz. Jastroviy parhez emas. Qo'yaylik, e'tibor bo'lish kerak. Ovqatlanasiz, sal e'tibor qilsangiz bo'ladi. Chunki gizbartyuz degani sababi shu, noto'g'ri ovqat. Sal turib qo'yib, bitta konfetingizni yarim taqadi. Uje eski holatga tushadi. Mana endi bugun yarim o'tdi. Yana 2-3 oy ehtiyot bo'lsa, shundan organizm chiqib ketadi. Organizm moslashib oladi. Yosh kattalarning eng yomon tomoni ichki ketishda bormi? Priyoqishdami? Bir sezon qiynab beradi, to'g'ri ovqatlanmasa. O'shaning kursini olasiz, to'g'ri ovqatlanib yurasiz, boya aytilgan narsalar, cheklangan narsalar to'xtadi. Bu sezon esa keyingi rezultat bo'ladi. Chunki organizmdagi o'sha mikroflora joyiga kelib, shakllanib qo'ygan bo'ladi. Meva-cheva demak, qovun, uzum, banan mahsulotlar. Yo'q, boshqa meva-chevalarni mevalarni yeymiz. Olma, karvuz, ularni ham kesilgan